Demak, 90 fps qilish videosini boshladik. Birinchi navbatda o'zimizning qurilmamizni ko'ramiz birinchi navbatda. Mana Redmi Note 12s MIUI versiyalar. O'sha ilovani ko'ramiz. Device Info nomli ilova. Mana ko'rib turibsizlar, model. Ya'ni o'sha model telefon nomerini, telefonning alohida modellari bo'ladi, o'sha modelni ko'ramiz. Birinchi o'sha 2303 SR4A degan o'sha raqamlar bizga kerak bo'ladi. Buning uchun men screenshot qilib oldim. Chunki deyincha o'chirish juda ham oson bo'ladi. Nusxalab olamiz. Keyinchalik o'sha meta menejerga kiramiz. Boshqa menejerlar bo'lmaydi. O'sha kirganimizda xuddi o'shanday root directory, ya'ni root qilingan bo'lishi shart. Avvalgi videoda aytib o'tganimdek. Rootga kiramiz. Bu yerda data pastroqqa tushamiz va yana data. Pastroqqa yana tushamiz, pastdan o'yinni qidirib boshlaymiz. Mana chiqdi. Shu yerga kiramiz. Files. Pastroqqa tushsak, APM QSS Finally Back ning tepasida finally turibdi. Mana shu. Text editor. Sizlarga boshqa yozilgan bo'lishi ham mumkin. Menda shunday chiqdi. O'zi pastroqqa tushasizlar yoki bo'lmasa teparoqda bo'ladi. Meni o'rtada turibdi. Sizlar qidirasizlar va Game Matrix nomli joyga kelasiz va uni joylashtirasiz. Va joylashtirganda alohida e'tibor bilan joylashtirish kerak. Bitta virgul, keyin qo'shtirno, orqasiga bitta qo'shtirno va tepadagi saqlash tugmasini bosamiz. Saved successfully. Shu tarzda o'yinimiz 90 fps ochadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizni